AQSh Eronga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyot boshlaganligini Donald Tramp rasman ma'lum qildi. Demak, endi shubha qolmadiki, Yaqin Sharqda yangi bir harbiy amaliyot boshlandi. Endi berilayotgan zarbalar nuqtasiga qaraydigan bo'lsak, aniq ambitsiyalar asosida amalga oshirilyapti. Bu ya'ni vaqtinchalik urush yoki shunchaki dag'dag'a qilish emas, balkim aniq nishonlarga ega bo'ladigan harbiy amaliyot, katta ehtimol bilan. Chunki hozir urush xaritasini ko'rib chiqadigan bo'lsam, asosiy zarba hududlari bu o'sha Eronning rahbariyati joylashgan hududlarga qaratilgan. Tehrondan tashqari Kirmonshoh, Isfahon va Qum shaharlarida joylashgan xavfsizlik kuchlarining lokatsiyalariga ham zarbalar berilmoqda ekan. Flight radar ma'lumotlariga qaraganda, hozirda Eron va Isroil havo hududlari to'laligicha yopilgan. Undan tashqari Yevropaning bir qator yetakchi mamlakatlari Eron, Livan, Isroil kabi davlatlarga safar qilmaslikka va u yerda joylashib turgan fuqarolarini u davlatlardan chiqib ketishga chaqirayotganligi ham ma'lum. O'zbekistondan Dubayga qarab yo'l olgan bir qator reyslar ham havo hududi yopiqligi sababli orqaga qaytgan. Xullas, dunyodagi qaynoq o'choqlar soni yana bittaga ko'paydi. Shunga qaramasdan bugun insoniyat o'z tarixidagi eng tinch zamonda yashayapti. Ya'ni bugun o'rtacha hisobda 60 tadan 130 gacha qaynoq nuqtalar bo'ladigan bo'lsa, urush holatida bo'lib turgan, urushayotgan, harbiy amaliyotlar o'talayotgan hududlar ma'lum bo'lsa, butun dunyoda bu statistik ma'lumotlarga qaraganda insoniyat tarixidagi eng tinch zamon hisoblanadi. Ya'ni 130 ta urush bo'lib turib ham biz hozirda eng tinch paytda yashayapmiz.